Hamma joy-joyiga o'tirsin. Filiz ustozning yig'ilishi bor ekan. O'tiringlar. Demak, dars yo'q. Keyingi darsda Dars yo'q ko'rishamiz. deb kim aytdi senga, o'g'iljon? O'tir joyingga. O'tir dedim. Kaltak yegiz kelibdi. Aybeka, nima bo'lyapti? Filiz ustoz yig'ilishda bo'lganligi sababli o'rniga meni tayinladi. Topshiriq berdi, shuni tushuntiraman. Chiqindilardan qayta ishlash loyihalari tayyorlar ekanmiz. Har qanday qayta ishlanuvchi buyumlardan foydalanishingiz mumkin. Hammaga tushunarlimi? Ha, ustoz. Tushunarli. Yaxshiyam sen ustoz emassan. Juda ham asabiysan. O'zingni asra. O'g'lim, senga so'z berdimmi? O'g'lim. Bo'ldi. Ustozni gapini bo'lmanglar. Guruhlarni o'qiyman. Omer, Lidiya, O'g'iljon. Tilingdan bol tomyapti. Sen qo'shilishing shart emas. Lidiya ikkalamiz hal qilamiz. Agar guruh almashtirish imkoni bo'lsa, men sen bilan o'rnimni almashtirishim mumkin. Sevgilisidan ayro qolmasin bechora. Lidiya juda ham mehribonsan-da, lekin Umar bilan oramizda bunday narsalar bo'lmaydi. Biz bir-birimizga ishonamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Yaqinda yana uradi bu. Aytib qo'yay. Xullas, dars tugadi. Tugamadi. Joyingga o'tir. Test yechasan. Kechqurun bitta uyga boramiz, bilasan-a? Kechqurun bitta uyga boramiz. O'g'iljon, bilasan-a? Omer, senga kimdir kulishga ruxsat berdimi? Ming bor uzr.